Hurmatli kuzatuvchilar, Andrologiya tibbiyot markazimizda navbatdagi plastik jarrohlik amaliyoti davom etyapti. Demak, bemorimiz 22 yoshda Namangan shahridan tashrif buyurganlar. Kelgandagi shikoyatlari, demak, yuz sohasida fibromatozli tugunlar borligi va yuz sohasida osilish holatlari borligiga shikoyat qilib kelganlar. Demak, bu plastik jarrohlik amaliyotini 22 yillik tajribaga ega bo'lgan Samatov Shuhratjon Majidovich tomonidan amalga oshirilyapti. Miyomatoz kasalligi tug'ma dominant xromosom kasalligi bo'lib, o'sha DNKda 7-juft xromosomda genlar mutatsiyaga uchraydi. Natijada nerv to'qimasida o'sha mutatsiyalanib, o'sha hosil o'sishi kuzatiladi. Bu tanani har xil joyda joylashishi mumkin. Hosilani olib tashlash, mana shu hosillarni kesib olib tashlaymizda va kosmetik, estetik choklar bilan mahalliy tibbiyot plastikasida amaliyotlar o'tkazamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, Andrologiya tibbiyot markazimizdagi navbatdagi plastik jarrohlik amaliyoti yakunlanmoqda. Amaliyot juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda shunaqa teri chandiqlari va teridagi nuqsonlar va plastik jarrohlik amaliyotlari zarur bo'lsa, bemalol Andrologiya tibbiyot markazimizga tashrif buyurishingiz mumkin.